Albatta, Bahodirjon Ashurov ta'kidlab o'tganlaridek, keyingi tadbirlarimizda bolalarimizni sonini yanada ko'paytirish niyatimiz yo'q emas. Albatta, buning uchun sizlardan faqatgina qo'llab-quvvatlash va albatta ushbu saxovatchilarimizga, saxovatpesha insonlarimizni haqlariga qilingan beminnat duolaringiz sabab bo'la oladi desak to'g'ri bo'ladi. Va albatta eng hayajonli daqiqalar va albatta ijtimoiy tarmoqlarda minglab va millionlab insonlarni turli xil mulohazalariga sabab bo'la olgan bir onni eslatib o'tmoqchiman. Hurmatli Bahodirjon hoji, albatta barchamiz yaxshi bilamizki, ijtimoiy tarmoqlarga bundan bir necha yil oldin, ya'ni bolajonlarga maktub yozdirish uchun maxsus varaqlar va ruchkalar taqdim etilgan. Ushbu varaqlar va ruchkalarda biz bolalardan nimani so'radik? Siz Allohdan nimani so'raysiz? To'g'ri, shaxsan o'zim boshlovchi bo'lishimga qaramasdan 24 yillik ish tajribamdan kelib chiqqan holda birinchi marotaba sahnada meni yig'lata olgan onga muyassar bo'ldim. Lekin mana shu ko'zimdan oqqan har bir tomchi qalb qo'rimdan chiqqanligini o'zim his qildim. Albatta, yurtboshimiz tomonidan barcha mo'min musulmonlar uchun Qur'on musobaqasi o'tkazilgan yillarni hamma juda go'zal holda eslaydi. Ana shu Qur'on musobaqasida iz bosgan bosqichini olib borish vaqti menga nasib etganda shunda maza qilib yig'lagan edim. Keyingi ko'zimdan yosh oqishiga sabab bo'lgan Saxovat loyihasining 33 Jannat guli loyihasi bo'lgan. Men buning uchun alohida yurak qo'rimdan, bu hech qanday paxta emas, hech qanday patxalimchilik emas. Men mana shu Saxovat loyihasining asoschisi adashim Bahodirjon Ashurov hoji janoblariga qo'lim ko'ksimda o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Endi yana bir narsani sizdan iltimos qilardim. To'g'ri, Alloh rozi bo'lsin, har safar nimanidir iltimos qilsam, oldin o'ylab ko'rib keyin rozilik bildiradilar. Bu safar o'ylamasdan rozilik bildirishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Aytmoqchimanki, ana shu ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan, juda ko'p insonlarning yaxshi fikriga va ko'z yoshlariga sabab bo'lgan Allohga maktub loyihasini bu safar ham qilsak. Marhamat. Xo'p, endi bugun tadbirga savob olaman deb kelgan hamma yigit qizlar mashaqqa kelinglar. Kelinglar. Yordam beraman, savob olaman deb kelgan kelinglar, stollarda o'tirgan. Kelinglar, kelinglar bu yerga. Savob olaman deb, tomosha qilaman deganlar, mayli turishdi. Savob olaman deb kelganlar kelinglar. Bitta gapim bor, xo'jayinlarim yaxshi biladi. Erkaklarimiz ayollarni o'rab olamiz deyman. Desam erkaklar turadi. Erkaklar ayollarni o'rab olamiz desam turadi. Erkakman deganlar o'rab olsin deyman. Keyin uğraşadi. Shunga o'sha savob olaman deganlar kelinglar. Bolajonlarim, endi meni eshitamiz hammamiz. Bolajonlar, sizlarni qo'linglarga qog'oz bilan ruchka beriladi. Mana shu men qo'linglarni iltimos. Bolajonlar, qo'linglarga qog'oz bilan ruchka beriladi. Yozishni bilganlar o'zi yozsin. Yozishni bilmaganlar mana shu akalaringlar yoninglarga borgan paytda aytib berasizlar. Sizlar nima desanglar so'zma-so'z yozib beradi. Tushundinglar-a? Kim kimga xat yozmoqchi? Kimdir mumkin otasiga xat yozmoqchidir. Sog'inganidan. Kimdir onajonisiga xat yozishni xohlar. Kimdir Allohga nimadir yozmoqchi. Nimaki niyatinglar bo'lsa, Jamshid olib keling qog'ozni. Kimki nima niyatni yozmoqchi bo'layotgan bo'lsa, ana shu xatini qog'ozga yozib berasizlar. Tushundinglar-a? Uning ichidagini imkoniyati bo'lsa hozir, imkoniyati bo'lmasa tadbirdan keyin uyingizlarga yetkazib olib beramiz. Orzularinglarni, ichingizlarda nimadir yozmoqchi bo'lganinglar, bittadan qog'oz tarqatinglar. Yahyo qayerdasan? Har bitta odam bittadan bolani oldiga borasizlar. Bittadan bolani. Bola nima deb yozadigan bo'lsa, tushunarli po'chirikda ana shu yozuvni yozdirib bizga olib kelasiz. Xatlarni hammasini menga olib kelasiz. Gulyopa qizlarga mas'ul sizlar. Boshladik.
nimani ko'rganda dunyoga kelib ko'rgani zorligu daryo kabi qon. Nimani ko'rganda dunyoga kelib ko'rgani zorligu daryo kabi qon. Bolam degim keldi ko'nglim ezilib, bolam degim keldi ko'nglim ezilib, yo'rgaga kafanlik bo'lgan bolajon. Janggohga aylandi bu kun diyoring, qismating ko'z yoshmi, taqdirmi alam. Janggohga aylandi bu kun diyoring, qismating ko'z yoshmi, hey taqdirmi alam. Balki qo'g'irchog'ing kutar diydoring, balki qo'g'irchog'ing kutar diydoring. Qo'g'irchog'idan ham umri oz bolam. Ko'zlarda ochilgan lolajonlarga, loladan hammasin jonajonlarga, kulgusi yig'iga ulanmasin hech dunyoni beringlar bolajonlarga. Ko'zlarda ochilgan lolajonlarga, loladan hammasin jonajonlarga, kulgusi yig'iga ulanmasin hech dunyoni beringlar bolajonlarga. Seni zor etganlar tortadi oxlar, seni zor etganlar tortadi oxlar. Bir kuni uvoling tutar bolajon. Ko'zlarda ochilgan lolajonlarga, loladan hammasin jonajonlarga, kulgusi yig'iga ulanmasin hech dunyoni beringlar bolajonlarga. Ko'zlarda ochilgan lolajonlarga, loladan hammasin jonajonlarga, kulgusi yig'iga ulanmasin hech dunyoni beringlar bolajonlarga. Onangni topolmay sarson sargardon, munchoq ko'zlaringdan tomchilaydi yosh. Ohingdan titraydi zamin u zamon, senga oy onadir, otadir quyosh.